Barchangizga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan mana yangi so'yilgan mavzusi yuragidan taom tayyorlaymiz. Marhamat, qanday tayyorlanishini ko'rsatib boring. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar mana kartoshka, piyoz, pomidor, qalampir, chesnok, bolgarskiy va yangi so'yilgan mol yuragi mana. Bo'lib yuragimizni go'shtimizni maydalab olamiz mana. Barrak qilib go'sht kesayotganimizda ham obunachilar mana e'tibor bilan qarab turasizlar. Yalpoqroq qilib mana tuzlaganimizda tezroq pishishligi uchun yuqoriroq qilib olamiz. Mana shunday shaklda. Hamma go'shtimizni mana maydalab olamiz. Hop, obunachilar mana go'shtimizni ham maydalab oldik. Tovoqqa tashlaymiz. Va tabga qarab tuz. Ozgina tuz. Zirani maydalab talqon qilib olingan. Shunaqasi yaxshi bo'ladi. Va ozgina murch sepib qo'yamiz. Endi buni bitta aralashtirib marinovka qilib qo'yamiz. Sabzavotlarimiz to'g'raganimizcha mana shu marinovka bo'ladi. Ana. Marinovka bo'lgan yurakli go'shtimizni tavyorga solib lab qo'yamiz mana. Navbat endi sabzavotlarga birinchi bo'lib piyozni maydalab olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ozgina qalinroq to'g'rayamiz piyozimizni. Piyozimizni maydalab oldik. Endi navbat kartoshkaga. Kartoshkamizni ham mana mayin dumaloq shaklda mayin qilib olamiz mana. Tezroq pishishligi uchun. Kartoshkamizni maydalab olganimizdan keyin buni ham tovoqqa olamiz. Endi navbat bolgarskiyga. Bolgarskiylarimizni ham shunday shaklda to'g'rab olamiz. Buni ham olib qo'yamiz mana. Navbat chesnokka. Chesnogimiz yangi bahoriy chesnok, shuning uchun alohida dona ajratib o'tirish shart emas, chunki ovqati yo'q bo'lib ketadi bu. Buni piyoz ustiga tashlasak ham bo'laveradi. Go'shtimizni va sabzavotlarimizni maydalab oldik. Mana bitta tovoqqa joylab oldik. Endi o't yoqamiz o'choqqa. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana o'timizni yoqib, qozonimizni qizitib oldik. Endi yog' qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Yarim litr yog' quyiladi. Mana bizning kachigarimiz. Obunachilar, mana yog'imiz qizib tayyor bo'ldi. Yog'ni unchalik qizitish ham shart emas, chunki o'simlik yog'i. Mana yuragimizni endi tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qozonni qirog'idan ehtiyot bo'lib tashlaymiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtimizni ozgina qovurib olganimizdan keyin bunga birinchi bo'lib chesnok piyozni solamiz to'g'ralganini mana. Ana piyozlarimizni tashlaveramiz. Va 2 dona mana lavr bargidan
tashlab qo'yamiz. Tushonkaga o'xshagan ta'm beradi mana shu 2 dona lavr bargi. Va piyoz bilan yaxshilab endi bitta qovurib olamiz. Hurmatli obunachilar, mana navbat kartoshkaga piyozimizni ozgina o'tirib olganimizdan keyin kartoshkani qovurib olamiz. Va qolgan mahsulotlarimizni ham tashlaveramiz. Pomidor, bolgarskilarni ham qo'shib tashlaveramiz. Va hammasini birgalikda qovurib tashlaymiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, mahsulotlar qovurayotgan paytimizda ehtiyotlik bilan qozon tagigacha mana kapirimizni solib mana akkuratniy qilib qovuramiz mana ehtiyotkorlik bilan. Xo'p, mana shu holatga kelguncha ovqatimizni yaxshilab qovurib olamiz va o'rtaga to'plab mana qarab turinglar. O'rtaga to'playmizda ozgina suv quyib qo'yamiz mana. Taxminan 1 piyola. Suv qo'yamiz. Va isnor qalantirlardan tashlab dimlab qo'yamiz. Va 20 daqiqada tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Ovqatimizni dimlab qo'yganimizdan keyin olovni iloji boricha pasaytirib qo'yamiz. Pastroq olovda bo'lsa, yumshoqroq va chiroyli bo'lib pishadi, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana salat barigidan ham tovog'imiz tagiga qo'yib olgani. Katta barikchalardan ham olib olamiz mana. Xo'p, ovqatimiz mana 5 minutda tayyor bo'ladi. Ungacha tovog'imizni chiroyli qilib bezatib olamiz mana salat barglari bilan. Shunday qilib bezatib olamiz hozir mana. Tovog'imizni chiroyli qilib olish ham bitta san'at. Buni ham bir o'rganib qo'yaveramiz. Mana. Shunday qilib mana har bittasini ustiga pomidordan qo'yamiz. Va 2 donadan 2 chekkasiga bodringdan qo'yib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ovqatimiz mana tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Xabaroq qo'yamiz. Ana. Ajoyib bo'lib pishibdi, xudo xolasa mana. Qalampirimiz bilan chesnoyni olib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb mana endi tovog'imizga olib olamiz ovqat. Bismillah.
Bismillahirrohmanirrohim. Mana ovqatimiz tayyor bo'ldi. Qalaqillar ustiga uklashini qilib qo'yamiz mana. Bezagiga ham ahamiyat berasizlar. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha ovqatimizni pishirib tayyorlab oldik. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yasiz va kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib olasiz, xudo xolasa.